Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Yaxshimisizlar? Sog'liklaring yaxshimi? Hammalaringiz sog' salomat yuribsizlarmi? Anchadan beri video qilmayapmiz. Vaqtimiz kamayib ketdi. Bo'lib ham YouTube'ga qo'ygan, ozgina vaqt ajratolmay qoldik. Buning uchun sizlardan uzr so'rayman. Juda ham ko'plab videolarimni ko'ribsizlar, tomosha qilibsizlar. Ba'zilariga javob yozibman, ba'zisiga yozmayman. Hammasiga o'shalarga batafsil bitta video qilib javob qilay dedim. Asosan kommentariyalarda uyqusizlik to'g'risida ko'p savollar bo'lyapti. Uyqusizlik, asabiy zo'riqish, bu kasalliklar bir-biriga bog'liq bo'lgan kasalliklar. Mana shular to'g'risida bugun batafsil bir video qilib hamma savollaringga javob topishga harakat qilamiz. Kommentariyalarda ko'pincha oldingi videolarda javob bergan narsalarimizni ham so'rab qolishyapti. O'shaning uchun sizlardan iltimos qilamanki, oldingi videolarni ham bir qator ko'rib chiqinglar. Ulardan ham javob topolmasalar ham albatta mana shu videoda batafsil yetkazib berolmagan bo'lsam, mana shu videoda batafsil sizlarga javob berishga harakat qilaman. Uyqusizlik asosan nimadan kelib chiqadi deydigan bo'lsak, ko'pincha qadimgi ota-bobolarimiz, tabiblar, qadimgi o'tgan ustozlarimiz, hozirgi zamondagi ustozlarimiz barchalari bir ittifoqdan aytishadiki, bu kasallikni kelib chiqishi asosan tanadagi savdo mijoz ko'payib ketishidan deyiladi. Savdo mijoz degani nima degani? Organizmda 4 xil mijoz bo'ladi. Mana shu 4 xil mijozda bittasi ko'payib ketadigan bo'lsa, bu qaysi mijozlar? Savdo, safro, balg'am, qon. Mana shu 4 xil mijoz. Mana shundan qaysinisi ko'payib ketadigan bo'lsa, ana shundan kelib chiqadigan kasalliklar bor. Bu yerda biz hozir ko'proq savdo mijoziga to'xtalamiz. Boshqa kasalliklar bo'yicha ham to'xtalamiz, boshqa mijozlar bo'yicha ham sizlarga tushuncha bo'lishligi uchun savdo mijoziga to'xtaladigan bo'lsak, bu kasallikda shunaqaki, inson ko'p o'ylaydigan bo'lib qoladi. O'y fikrlari reallikdan uzoqlashib ketadi. Miyaga, chunki qonni o'rniga savdo o'rnashib oladi. Ibn Sino bobomiz buni nima deganlar? 21 kunda organizmdan savdoni quvib chiqarsa bo'ladi. 21 kun dorilarni ichish kerak deganlar. Savdoni haydaydigan dorilarni 21 kun iste'mol qilish kerak deganlar. Bu nima degani? Qolgan mijozlardagi qolgan xiltlar deymiz. Qolgan xiltlarni tozalash, ya'ni osonroq, masalan, balg'amni tozalash osonroq, qonni tozalash osonroq va safroni tozalash savdoga qaraganda ancha oson. Bularga bir hafta, 10 kun, ba'zilariga 2 hafta ketadigan bo'lsa, savdoni Ibn Sino bobomiz 3 hafta davomida surunkali savdo suruvchi dorilarni iste'mol qilishlik bilan tugatsa bo'ladi deganlar. Ya'ni o'sha savdo organizmdan chiqib ketadi, keyin siz uyqungiz to'g'rilanadi. Bu degani nima degani? Kechasi siz uxlashga yotganingizda o'sha qonni o'rniga, kislorodli qonni o'rniga savdo kelib, miyada o'sha fikrlaringizni o'zgartirib yuboradi. Uyqularingiz uxlashni o'rniga fikrlab tunni tongga ulaysiz deysizmi, mana shuni deymizmi? Shunaqa bo'ladi. Ya'ni fikrlar bir-biridan ketma-ket ulanib ketaveradi. Ertaman turganingizda hamma fikrlar o'sha kechasi o'ylab yotgan fikrlaringiz tumandek tarqab ketgan bo'ladi. Mana shu savdo mijozni belgisi. Endi buni nima qilishimiz kerak? Asosan oldingi videolarda ham aytganman, savdo suruvchi dorilar bor. Shularni surunkali ichish kerak. Buni o'zingiz shaxsan o'zingiz tayyorlab ichishingiz juda ham murakkab, juda ham qiyin. Bu nima desa bo'ladi? Qiyinligi hamki, o'sha giyohlarni topish siz uchun mushkul bo'lishi mumkin. Bu narsalar Ibn Sino bobomiz bilsalaring, Mavron nahridan tashqari Xurosonda ham yashaganlar, Hijozda ham yashaganlar. O'shani hisobiga ko'plab giyohlarda O'zbekistonda topilmaydigan giyohlarni ham zikr qilganlar. Ana shuning uchun biz hozir tayyor qilib dorilarni o'zi asosan savdo suruvchi dorilarni tayyorlab elga, xalqimizga tavsiya qilib kelyapmiz. O'shalarni ichib manfaat olishyapti. Endi savdo mijoz haqida yana to'xtaladigan bo'lsak, bu qanaqa kasallik, nimadan boshlanadi desa, bu ko'pincha irsiy bo'ladi. Irsiy o'sha ota-bobolarda ham shunday kasalliklar bo'lgan bo'ladi, lekin inson yashash davomida
o'sha quruq sovuq modda hisoblanadi. Savdo quruq sovuq moddani ziddiga bo'lgan mahsulotlarni iste'mol qilib mijozini o'zgartirsa bo'ladi yashash davomiyligida. Ya'ni quruq sovuq moddani ziddiga Ibn Sino o'sha o'zlarini tibb qonunlari kitoblarida quruq issiq moddalar iste'mol qilishlik, ya'ni dukkakli mahsulotlar, yana bo'lmasam masalan mag'iz mahsulotlari, mana shular hammasi quruq issiq mahsulotlar, ya'ni ko'plab mahsulotlar kiradi. Men ba'zilarini sanadim. Ko'plab mahsulotlar mana shu quruq issiq modda hisoblanadi. Mana shularni iste'mol qilib yurishlik natijasida savdo mijoz ozroq bo'lsa ham tana isib, ozgina naflanadi desak bo'laveradi. Endi mana shuning uchun biz hop, asosan sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan maqsadim mana shu edi. Nima qilishimiz kerak, qanaqa qilishimiz kerak degan savollar ko'payib ketgani uchun men shu videoni qilishga jazm qildim. Iloji bo'lsa telefon qilinglar. Agar zarurat bo'lsa, shunchaki savdo ko'payib ketganini bilsam, sizlarda o'sha telefon orqali gaplashganni o'z alomatlarini so'rayman, sanab o'tamiz. Mana shunday holatlar bo'ladigan bo'lsa, uni albatta o'zimiz davolashimizga to'g'ri keladi. Shunchaki o'zlaring davolay olmaysizlar. Savdo mijozi davolamasdan yuraversa, bu holat qanday oqibatlarga olib keladi degan savol ham bor. Ba'zida keladi, mana shunaqa telefon qilib ham so'rashadi. Bu kasallikni oxirida inson aqldan ozish darajasiga boradi. Melanxoliya kasalligi bor. Melanxoliya deb internetga yozsalaring ham chiqadi. Ibn Sino bu haqida nimalar deganlar, hozirgi tabobat, tibbiyot nima degan. Mana shu stress, undan keyingi depressiya, undan keyingi o'sha aqldan ozishlik kasalligi deyiladi. Mana shu holatgacha yetib boradi. Albatta buni davolash kerak. Unga bee'tibor bo'lmaslik kerak. Mana shu videoni aynan mana shunday tanishlaringizga, yor birodarlaringizga jo'natib qo'ying. Bizni qilgan mehnatlarimizni qo'llab-quvvatlab, layk, podpiska bosib, bizni qo'llab-quvvatlab turing. Rahmat, e'tiboringiz uchun sog' bo'linglar.